Yaxshilab supur. Mana bu yo'llarda ham chang bor ekan, o'shalarni ham tozalab supur. Xo'p, bo'ladi begim. Bo'ldimi? Tozalamasang buni keyin qo'shnilar ko'rsa kuladi ikkalamizni ham ustimizdan. San ustingdan ko'proq kuladi. Kelin, Xurmang, yaxshimisiz? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'xa ishlar qalay? Bo'ladi, rahmat. Xullas, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Men 2 kunga shaharga ketyapman dam olishga. Janob mer bo'lib turasan. Men bo'la olmayman. Bo'lasan, xavotir olma. Qo'rqmasdan bo'lavering. Bo'pti, bo'laman, mayli. Men aytganimni qilmaysan, xotining aytganini qilasan. Yo'q, mayli, siz aytganingiz uchun qilaman. Bo'pti, unda men hozir ketaman. Qishloqda tartibni saqlang, jetellarga to'g'ri qarang. Ular agar nimadir jinoyat qilib qo'ysa, politsiyachiga xabar qil, tushundingmi? Yoki menga xabar qil. Mayli janob mer. Bo'pti, men ketdim, qaroch. Sog' bo'lasan. Mayli, lekin mayli. Janob mer, bo'lish qiyin emas-ku. Hozir boraman-da qishloqni boshqarib tashlayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'sha salom berishni boshladim bular. Ketdim ishxonamga. Hozir nima qilsam bo'ladi ekan? Jetellarni dardini tinglash kerak. Eng zo'r narsa mana shu narsa. Xalqning dardini tinglab, muammolariga yechim topishim kerak. Hozir janob merni idorasiga hamma ham kelib dardini ayta olmaydi. O'shaning uchun ko'chaga chiqib xalq bilan birga ko'rishib gaplashish kerak. Sayyor sud tashkil qildiraman, qarochi. Sayyor sud emas, sayyor qabul tashkillashtiraman. Sayyor sud bo'lsa endi u sud bo'lib qoladi. Sayyor qabul tashkillashtiraman, qarochi, ko'chada. Hozir mana bu stol-stulni shuni ko'chaga ko'tarib chiqib olayda. Ko'chada qo'yib, mazza qilib o'tirib, jetellar dardini tinglayman. Mana stolda qayerga qo'ysam bo'ladi? Atak mana shu yerga qo'yib yuborsam ham bo'laveradi. Kreslasini shu yerga qo'yaman, o'tiraman, bo'ldi. Jetellar, qaysingda darding bor, kelib gapir. Dard deganda endi dard ichingdagi dard va alamingni emas, endi muammolaringni aytasanlar. Yaxshi, janob mer bo'lish ham yaxshi ekan bir tomondan. Nima qilyapti? Idoramda oldida. Idoramda oldida turma, tushundingmi, hey? Eshitmayapti, mayli. Shunaqa eshitmaydigan jetellarga davo topishimiz kerak. Bizda kasalxona qurilgan. Ana shu tomonda ko'rinayotgan bo'lsa, janob mer yaqinda bolasi tug'ildi, o'shaning uchun qilingan. Ana onasi bolasiga qarab o'tiribdi. Borib ko'rib kelaychi, shularning ahvolidan xabar olay. Axir men janob merman-ku. Assalomu alaykum, kelin, yaxshimisiz? Ya'ni yanga. Yaxshi, o'zim yaxshimiz, Jo'xa. Xotiningiz yaxshimi? Yaxshi. Qalay bo'lyapti? To'y bola? Ism qo'ydingizlarmi? Yo'q, endi qo'yamiz, janob mer. Obunachilaringizdan so'rayotgandi-yu sizga. Obunachilar ham komment yozish esdan chiqqan shekilli. Obunachilar, davay kommentariy yozinglar, janob mer bolasini nima deb ism qo'ysak bo'ladi. Kim kulgiliroq ism? Yo'q, kulgili emas. Hazillashdim, jiddiy. Bo'pti, unda yaxshi o'tiringlar, yaxshi o'tirgan bo'lsanglar. Muammo bo'lsa ayting yanga, xo'pmi? Mayli, xo'p. Yaxshi bo'ldi. Ana endi bu yerda tovuq turibdi, kimnidir tovuq chiqqan shekilli. Hozir muammolarni hal qilishim kerak. Muammolarni hech kim aytmayapti, lekin bilmadim, balki hali meni hech kim janob mer bo'lganini bilgani ham yo'qdir. Mana shu yerda ko'ryapsizlarmi, shifoxonani yozib qo'yibdi, ular shifoxona deb yozganmi? Tushunmadim. Xato yozib yuboribdi-da. Jetel, senda muammo yo'qmi? Muammo bor menda. Qanaqa muammo? Ko'p pul kerak. Hammaga ko'p pul kerak. Sen borib ishla, undan ko'ra ko'chada ishlasang pul topasan. Qo'ying, ishlagim kelmayapti. Nimaga ishlaging kelmaydi? Dangasa bo'lmasligi kerak. Ishlash, pul topish uchun ishlash kerak. Bo'lmish, tushundingmi? Men bo'g'ich emasman. Nima qilasan unda pul ishlab? Endi nima, faqat bo'g'ichlar pul ishlaydimi? Atak bu gaping ham to'g'ri. Bo'pti, unda bor, nima qilsang qil, to'g'risi men tushunmadim nimaga oldim kelganiga. Bor, ishingni ko'r, bor. Sani qanday sursam bo'ladi? Yelkam bilan sursam fol bo'lmaydi. Futbolda yelka bilan sursa hech narsa bo'lmaydi-yu. Davay, sur uzoqqa o'yna borib. Tak, ana endi qabul qilaman. Keyinlari muammolaringni aytinglar, hozir hal qilaman. Keyin hal qilmayman, lekin aytib qo'yay. Bilmadim, balki bular muammosini aytmas. Yoki muammo umuman yo'qdir. Bu jetel nima qilyapti? Voy, Jo'xa, sen mer bo'ldingmi? Mer bo'ldim. Unda assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zgarib qolibsan-a? Xullas, menda muammo bor. Qanaqa muammo? Shu desang, tovuqlarim qochib ketdi. Qayoqqa qochib ketadi? Bilmayman, qayergadir qochib ketgan. Birorta ham tovuqni topa olmayapman. O'z tog'ing nechta edi? Bilmayman, 20-30 ta edi. Yaxshi. Sen tovuqlaringni qayerda qamab qo'yganding? Ana, mehmonxonaning orqasida. Jinni mehmonxona 99-qishloqda-yu. Qarochi, o'sha mehmonxona joyida ekanda demak. Bo'pti, xavotir olma, o'zim topib beraman senga tovuqlaringni. Mayli, topib ber, iltimos. Mayli, bo'pti. Yana kimda muammo bor? Muammolaringni aytinglar. Senlar nima bir-biring bilan ko'z urishtiryapsanlar, bilmayman. Galimlarda Tursunxonmi? Tursun, bu yoqqa kel. Do'g'a, assalomu alaykum. Mer bo'ldingizmi? Kuchayib ketibsiz-ku. Kuchaydim. Nima qilib yuribsan bu yoqda? Qarochi, xotindan qo'yib yuribsiz desiz, uraman deb qo'yib yuribdi. Tushunarli. Nima qilish kerak? Xotinimni qutqaring iltimos, mer bo'lgan bo'lsangiz.
sen meni singlariding o'sha sizlab qolsanmi? Endi siz mensiz-da. Bo'pti, borib ana mahalla idorasida yashinib tur. Xotining kelsa yo'q deyman. O, rahmat, katta rahmat janob. Bo'pti. Katta rahmat dedim-ku, bo'pti. Nima deyapman men senga? Tavba. Mayli, nechvo. Endi Jitel nima gap? Janob mer? Janob mer bo'ldingizmi? Ha, janob mer bo'ldim. Yaxshi. Mana Jitel nimani izlayapti? Menimcha pulni tushirib qo'ygan bo'lsa kerak. Yo, pulni tushirganga o'xshamaydi. Bilmadim undan. Qo'y Jitel, bu yoqqa qarab bor. Assalomu alaykum. Joha janob, ya'ni janob Joha mer, ya'ni janob mer Joha. Shu o'sha, qarochi. Nimani izlab yuribsan? Shunda siz pol ekinlarimni yig'ishtirib o'tirgandim, sabzi yo'q qolib qoldi. Sabzi ham yo'q qoladimi? Bilmayman, sen olmadingmi? Yo, men olganim yo'q. Xullas, o'shani topib berishning iloji bo'lsa, topib berib yuboring. Qanday topib beray men senga hozir? Qanday yordam berishim mumkin? Bilmadim. Kredit ajrataymi sen? Kredit olasan-da, qandaydir qorovullarni yo'llab topasan. Yo'q, kredit kerak emas menga. Hali yashashdan umidim bor. Bo'pti, topamiz, vahima qilma. Mayli, topib bering, iltimos, rahmat. Mayli. Nima deyotganding? Siz janob mer bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim dedim-ku. Yaxshi. Men qishloqiman. Qarang, men bilmabman. Men seni Ender Dragon deb o'ylabman. Yo'q, Ender Dragonga o'xshaymanmi? Sen tupoyga. Endi obunachilar shunaqa jinni jitellar ham bor. Asabni buzmaymiz. Rosta asabni buzdi lekin bo'ldi. Bu kreslam joyida turaversin. Hozir garajda nimalar izlashni boshlashim kerak. Tovuqlarni birinchi o'rinda izlash kerak. Hamma tovuq turaversin. Nimaga aytayin? Tursunxonga yordam beradi menga o'sha narsalarni izlab topishga. Tursunxon, hoy Tursunxon. Tursunxon, qanisan? To'g'a brat, men skafni istaman. Nimani ichiga? Skafni. Skaf? Skaf, bor skaf. Shkafnimi? O'sha skafni istaman. Narsalarga tegma, atak shkafda merda narsalari bor. Bu skafni istaman, istaqsinasi yo'q. Mayli. Agar teginsang bor, o'ldirib yuboraman. Bo'pti, xotinim bilmasa bo'ldi, iltimos. Teginmayman, qo'rqmang. Bo'pti, kamera o'rnatilgan lekin qarab biron nima olsang yomon bo'ladi. Bo'ldi brat, olmayman. Mayli bo'pti. Kimdir soliqqa bug'doy berib ketgan ekan. Mana shu bug'doy bilan tovuqlar ushlasam bo'ladi lekin. Hozir qaysi tovuqlar, mana yerda bir ikkita tovuq ko'rgandim. Balki o'sha tovuqlardir. Bu narsalarimni kiritib qo'yim yo turadimi ekan? Tursa kerak. Kim teginadi bu narsalarga? Shu qog'ozlarga teginishi mumkin. Bu yerda nima yozilgan? Ertalab turdim, 140. Janob berdi, bu kun tartibi yozib tashalgan-ku bu yerga. Janob ber qilgan ishini yozgan ekan bu yoqqa. Mayli. Qoni boyagi Jitel qayoqqa ketdi? Ana tog'imni yo'qotdim degan Jitel mana shu edi shekilli. Voy Jitel, menga qarab bor. Jitel dedim. Janob Joha mer. Seni tovuqlaring topgan deyman. Zo'rku, qayerda ekan? Shu o'sha sen qamab qo'yadigan joyini oldida ekan. Rostdanmi? Nima men ko'rmadim? Sen ko'rsan-da, ko'zing ko'r sen, o'sha uchun ko'rmagansan. Unda mayli, rahmat topgan bo'lsangiz. Lekin ular qamash problema. Qanday qamay hozir? Men senga nima qilishim kerak qamashing uchun? Militsiya chaqiraymi? Militsiyalar shunday atrofini o'rab oladi-da, davay otamiz deb qurollar bilan qo'rqitib kiritib yuborsinmi? Zo'r bo'lardi lekin. Jinnimisan? Bo'pti, hozir men bug'doy bor qo'limda. Bor, bug'doy bilan kiritib beram, bo'ladimi? Zo'r bo'lardi, rahmat lekin oldindan. Men vazifam shu, lekin janob mer qishloqda bo'lganda hamma ishni menga buyurardi o'zi qilmasdan. Demak, men ham o'zimga qanaydir yordamchi sotib olish, yo'q, qanaqa sotib olmayman, yordamchi olib olishim kerak. Galimga yordamchi qilib yuboraymikin? Nima qo'yibsan? Men ham ko'ray, qani? Qochib turchi, nima ko'ryapsan? Hech narsa yo'q-ku, nima ko'ryapsan? Yo'q-ku? O'zingni ko'ryapsanmi? Oynada o'zingni aksing ko'rinadi-ku, to'g'ri. Молодец, takoy bo'lasan, krasavchik. Bo'ldi. Ana endi tovuqlar, oho, mana yoqda tovuqni qaranglar. Oho, shuncha tuxumlab tashlagan. Bu yoqda tuxumini ko'ringlar. Oho, mayli tuxumlarni yig'ishtirib olaman. Tovuqlarim tu. Kimga bug'doy? Tu. Uzoqdagilarim kelsin, bor jo'ralarni chaqirib kel. Anaqdagilarim kelsin. Senlar bitta, mana senga bitta. Qochma. Nima qilyapsanlar? Nima? Da. Tuxum ko'payyapti, bizga tuxum kelyapti. Davay. Tu. Hammang ke, qolib ketmay chiqasing. Tu. Kel bu yoqqa. Kel. Hammang kelyapsanlarmi? Davay meni nima edi? Qarochi meni ana nima edi? Tu. Qarab bor, voy, brachka. Qara bu yoqqa ke, davay. Tu. Hammang ke, qolib ketmay chiqasing. Ortimdan qolib ketsanglar, ana yerda bittasi yashnib o'tiribdi. Kelinglar, jo'ralaringni olib kelamiz. Tu. Hoy ke bu yoqqa. Davay bo'ldi. Davay.
yuramiz, kelamiz. Hammang kelibsanlar, qolib ketma. Birortang qolib ketsang, o'ldirib yuboraman, lekin bor. Davay, ke hammang ke, davay. Tu, ke davay, jo'ra ke. Hammang ke, davay. Ha, malladis, davay. O, ana yoqda bir ikkitasi qolib ketdi-yu. Cho'tam ular kibr ekan. Davay, senlar shu yerda o'tirib tur, hozir qolganingni olib kelaman bor. Chiqib ketma. Oma o'ldirib yuboraman, xo'pmi? Tu. Ortimda yurmaysanlarmi senlar? Menga qara, qaysinga bug'doy. Senlarga bug'doy kerak emasmi deyman aka. O ana yerda bir ikkitasi qolib ketdi ekan. Bularni o'zi yig'ib terganimcha kech bo'lib ketadi-yu. Men janob merlik qilish o'rniga chorvachilik bilan shug'ullanib yuribman. Kelibsanlarmi, hammang ke, davay. Men senlar bilan gaplashib o'tiribman. Xuddi senlar men tilim tushunadiganday yoki men senlar tiling tushunadiganday, xullas, shunaqa. Davay, kiramiz. Davay, hammang kir ichkariga hammang, davay. Tu. Ay, ko'chada bir ikkita qolib ketibsan. Mayli, u yog'ini bitta ikkitani jitilda o'zi olib kelsa kerak. Mana qarochi bug'doy. Men senlarga to'xta. Mana aka, bo'lishib olaring, xo'pmi? Menga tegma. Oy, ay, qochib ketdik. Mayli. Qolganing chiqma. Qanoting bor, ucha olmaysan. Tushundinglarmi? Bo'pti. Bularni jitilda o'zi yig'ishtirib oladi. O, men ham tuxum bor ekan. O tuxumlarni olib borib do'konga topshirib soqqa qilish kerak. To'xtanglar, do'konga borib topshirsam qanchaga olarkan-a? Ana jitil sabzini topib keldi birinchi o'rinda. Sabzi qayoqqa ketdi? Mana shu yoqqa o'tdimi? Sen sabzi yoqatganmiding? Yo, men tovuq yo'qotgandim. Tovuqlaringni qamab qo'ydim, borib ol. Rahmat. Mana bu sabzi yo'qotgan. Voy, sen sabzi yo'qotganmiding? O'shani izlab yuribman. Topmadingizmi? Yo, bilmadim, qayerda yo'qotganding? Menimcha o'sha kuznicada bo'lsa kerak, mana shu kuznica bor-ku. Bo'pti, hozir ko'rib kelaman o'sha kuznicani. Lekin buni egasi yo'q-ku, qanasiga bu yoqqa kelib qoladi. Mayli, ko'raman hozir. Bu yerda sandiq bor ekan, sandiqda ishda yo'q. Pechkani ichida qayerdan bo'lsin? Pechkani ichida ham bo'lishi mumkin, kravatdayda yo'q. Mana ham pechkalari bordi, balki bu pechkalar ichidadir, yo'q. Stop. Sabzimidi? Mana sabzini topdim. Oy, sen sabzing yo'qolganmidi? Mana sabzingni olginda ikkinchi marta ko'chaga sabzingni to'kib qo'yma, tushundingmi? Bashirangni shuni 4 ga bo'lib, plus minus qilib qo'yma, xo'pmi? Bo'ldi, janob mer, janob Joha mer, ya'ni janob mer Johami yoki Joha janob mermi shunaqa xullas. JJJ deb qo'ysanglar ham bo'ladi. Janob Joha mer yo JJM desang bo'ladi. Yo, sal g'alatiroq ekan. To'g'ri. MEJJ deb bo'lmasa. MEJJ desamchi. Men mahsulot cheklangan jamiyat emasman, jinni. Xo'p, hozir jitillar qayerga ketyapti? Nimaga shoshilyapsan, oy? Kerak bo'lib qoldi. Haligi joyga borishim kerak. Bor, men seni yo'ldan olib qolmay, keyin yangi ishdan olish kerak senga. Qalaysiz, do'konchi brat? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Siz ham salom beradigan kun bor ekan-ku. Endi janob mer ekansiz-ku, o'shanga salom beryapman-da. Alik. Xullas, menda tuxum bor 18 ta. Qayerdan oldingiz? Sovuqlardan oldim. Men boshqa joydan olibsizmi debman. Qayerdan? Endi jitellardanmi? Yo'q, jitellardan olganim yo'q. Jitellarda tuxum bo'lmaydi-yu. Yo'q, jitellardan sotib olibsizmi deb o'ylabman. Shunaqami? Men jitellardan olibsizmi deganingizga, olibsizmi debman-da. Nima deb tashladingiz? Olibsizmi debman-da. Tez aytishmi bu? Yo'q. Qarochi, mana shu yerga qo'ydim, menga puli kerak. Puli orqamdagi shkafda. Qancha? 18 tasiga, kanishni 18 ta, qanaqa 18 ta? 18 ta, qarochi, olasizda. 18 tami? 20 ta qilaylik. Mayli, bir nimaga, bir ishimga paddashga qo'rasiz. Men to'g'ri olmayman, kerak emas mana shu ikkitang menga. Bo'pti, sog' bo'lasan. Sen siramay, men sizda kattaman. Kerak emas o'sha ikkita izimrodingiz. O'zingizga buyursin. To'g'ri olmayman men. Men halol janob merman. Yana kimdan muammo bor? Davay, muammolarni eshitamiz. Kep qolinglar, muammolarni eshitamiz. Davay.